إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Barliq hamd sanolar olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga ta qiyomat kuniga qadar go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarimizga Allohning salomi va barakati bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mu'min musulmon qarindoshlar, bugun biz 31-cho'ng gunoh Yaman qozi haqida to'xtalib o'tamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimning Maida surasining 44-chi, 45-chi va 47-chi oyatlarida mundoq deydi: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Yani kimki Allah nazil qilgan shariat bilan hukm qilmaydigan, ular haqiqatan ham kofirdirlar dedi. Yana bir oyatda وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ dedim. Kimki Allah Teala nazil kılgan şeriat bilen hüküm kılmaydiken, hakikaten hem o insanlar zalimdirler dedi. Ve yana bir ayette Allah Teala وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kimki Allah Teala nazil kılgan şeriat bilen hüküm kılmaydiken o insanlar fasıkdırlar dedi. Yani mana bu hayati dünyada sizi bizlerini Allah Teala yer şariga halife kılıp yarattı. O'rinbosar, izbosar kılıp yarattı. Şunun için mana bu yer yüzüde Allah Teala'nın kanununu yürgüzüşke mu'min Müslümanlar mükellefdirler. Şunun için koldan kelgençe insanlar yer yüzüde Allah Teala'nın kanununu yürgüzmeği lazım. Min afsus ki hazırki zamanda mana bu kanununu dünyanın hiçbir yerinde amelge aşırılmayatıdı. Bazı bir joylarda amelge aşırılgan takdirde hem o yeterlik emasdir. To'liq amelge aşırılmayatıdı. Min afsuslar bo'lsin ki mana bundaq bir jamiyatda biz yaşayapmiz. Mana bundaq jamiyatda ham insonlarning ko'pchiligi qozilik qilishga, advokatlik qilishga bakmi qiziqidi. Ammo buning mas'uliyatining naqadar bakmi qattiq, bakmi ig'ir ekanligini ular his qilmaydi. Men qozi bo'lsam bo'ldi, men avukat bo'lsam, advokat bo'lsam bo'ldi deydi. Shuning bilan nima qiladi? Ammo bu ishning qanchalik ig'ir va qanchalik mas'uliyatli ekanligini his ham qilmaydi. Biz bu haqda Payg'ambar alayhisolamning tövendeki hadislarini so'zlab o'tamiz aziz qarindoshlar. Talha ibn Ubaydullah radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisolam mundoq dedi: Allah Teala'nın
shariati bilan hukm qilmaydigan podshoning namozini Alloh qabul qilmaydi dedi. Hayoti dunyoda bir insonga Alloh taolo podshohlikni berib qo'ydi. Butun saltanatni, hokimiyatni qo'liga berib qo'ydi. Ammo buningga qaramasdan u inson mana bu yer yuzida Allohning qonunini yurgizmaydigan bo'lsa, Alloh u insonning, u podshohning o'qigan namozini qabul qilmaydi dedi. Bu oddiy narsa emas aziz qarindoshlar. Shuning uchun bu narsaga bakmo diqqat qilmog'imiz lozim. Burayda radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom yana mundoq dedi. Qozilar 3 turlik bo'ladi dedi. Uning birisi jannatga kiradi, ikkisi do'zaxga kiradi dedi. Jannatga kiradigan birisi haqni tonigan va haq bo'yicha hukm qilgan qozi jannatga kiradi dedi. Haqni tonidi va haq bo'yicha hukm chiqardi. Mana bu inson jannatga kiradi dedi. Ikkinchi xil qozi esa haqni tonidi, ammo qasddan zulm bilan hukm chiqardi. Nahaq zulm chiqardi, nahaq hukm chiqardi. Mana bunda qozi do'zaxga kiradi dedi payg'ambar alayhisalom. Uchinchi xil qozi bo'lsa, ilimsizlikdan hukm chiqardi. O'zi hech narsani bilmaydi, ammo qozilik mansibiga o'tirib olgan. Mana bundaq inson do'zaxga kiradi dedi. Mana bu hadisni anglagandan keyin sahobalar payg'ambar alayhisalomdan ya Rasululloh, mana bu hech narsani bilmasdan hukm chiqargan qozining gunohi nimadir ya Rasululloh dedi. Shunda payg'ambar alayhisalom aytdiki, uning gunohi toki haqni bilmagicha, bir narsani ilmga ega bo'lmagicha qozilik qilmaslikka kerak edi dedi. Yana u hech narsani bilmay turib, ana shu mansabga herisman bo'lib, ana shu mansabga qiziqib qozilik qildi. Va jamiyatda ham ba'zi bir insonlar bor, hech narsani bilmasdan, mana bunday qilib qo'ysak, mana bu haq bo'ladi deb hukm chiqarishga aldiraydigan insonlar bor. Mana bu ish o'ynashadigan va siz o'ylagandek sal chaqlaydigan oddiy ish emas aziz qarindishim. Bu bakmi mas'uliyatlik, buningki mas'uliyati oxiratda so'roqqa tortiladigan cho'ng bir mas'uliyatlik ishdir bu aziz qarindoshlar. Shuni ham yaxshi bilishimiz kerakki, Imom Azamdek zotni ham qozi bo'ling, ey Imom Azam, sizdan boshqa bu yerda haqliqroq, qozi bo'lishga loyiqroq va haqliqroq kishi yo'qdir deganda qozilik qilishdan bosh tortdi. Mana bu tufayli zindonlarda yotgan edi aziz qarindoshlar. Ammo men afsuslar bo'lsinki, ba'zi bir joylarda mana bunda qozilik qilishni hatto pullarga sotib oladi. Para berib, pulga sotib olib, mana bu qozilik qiladigan insonlar ham bor. Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom mundoq dedi: "Man ju'ila qodiyan faqat zubiha bighayri sikkin." Qandaq bir kishi qozilikqa tayinlangan bo'lsa, u pichoqsiz o'ltirilibdi dedi. Yana qozi bo'lgan kishining oqibati bakmi chatoq, bakmi yomon degan bu. Bu o'ynashadigan oddiy narsa emas aziz qarindoshlar. Yana ulamolardan, fozillardan Fuzayl ibn Iyoz rahmatulloh alayhi mundoq dedi: Qozi bo'lgan kishi bir kuni qozilik qilishi va yana bir kun esa o'zi uchun yig'lishi lozim dedi. Qozi bo'lgan kishi bir kun qozilik qilsin va bir kun o'zi uchun yig'lisin dedi. Yana bu bakmo ig'ir ish ekanligidan dalolat beradi bu so'z aziz qarindoshlar. Va yana Muhammad ibn Vasi rahmatulloh alayhi aytdi ekanki, qiyomat kuni birinchi bo'lib hisob kitobga chaqiriladigan insonlar qozilardir dedi. Qiyomat kuni birinchi bo'lib hisob kitobga chaqiriladigan insonlar qozilardir dedi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, mana bu masala bakmu inchga, bakmu nozik, bakmu
mas'uliyati ig'ir bo'lgan narsa. Shuning uchun buningga diqqat qilishimiz lozim aziz qarindoshlar. Ayşe anamiz radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini angladim deydi. Adil qozi qiyomat kuni ilib kelinadi deydi. Adil qozi qiyomat kuni keltiriladi, ya'ni hisob maydoniga, hisob kitob mahshargohga keltiriladi deydi. Va u mana bu hisob kitobning qattiqligini ko'rgach, kashki men hayoti dunyoda ikki inson orasida bir xo'rmini ikkiga bo'lib berishdan iborat bo'lgan mana shundaq ishqa ham aralashmagan bo'lsam qaniydi deb orzu qilib ketadi deydi. Bital xo'rmini ikkiga bo'lib berish masalan o kadar qiyin narsa emas masalan. Oddiysi ashunchalik kichik bir ishqa ham aralashmagan bo'lsam nima degan yaxshi bo'ladi deb orzu qilib ketadi deydi. Yana qozining berayotgan hisob kitobining ig'irligidan mana buni ko'rgan adil qozi ham mana buni ko'rgan adil qozi kashkiydi men bu hayoti dunyoda ikki inson orasida bir xo'rmini ikkiga bo'lib berishdan iborat bo'lgan mana shunday oddiy bir ishqa ham aralashib qolmagan bo'lsam nima degan yaxshi bo'ladi deb orzu qilib ketadi deydi. Aziz qarindoshlar, tavanda Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini angladim deydi. Har qandaq bir vali va har qandaq bir qozi qiyomat kuni Pulsirat ko'prigi ustida Alloh taolaning huzuriga keltiriladi deydi. Keyin u insonga uningki name amali yozilgan kitobi ochiladi deydi. Shuning bilan bu kitobi xalq olamga o'qitiladi deydi. Bu mandaq ishlarni qilgan deb o'qitib beriladi deydi. Agar bu inson adil qozi bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo u insonni nijotlikka erishtiradi deydi. Bu inson adil qozi bo'lmay, nahaq zulm qilgan, nahaq hukm chiqargan qozilardan bo'ladigan bo'lsa, bu inson ana shu Pulsirat ko'prigida silkinib tashlaydi deydi. Pulsirat ko'prigi silkilganligi tufayli bu insonning badan a'zolari poch-pochinib ketadi va oxiri u inson Pulsirat ko'prigi bilan birga dozaqqa tashlanadi deydi. Yana adil hukm chiqarmaganligi uchun mana bu insonning oqibati mana shunday bo'ladi aziz qarindoshlar. Alloh barchamizni mana bundaq nahaq hukm chiqargan insonlar bo'lib qolishidan, boshqalarga zulm qiladigan insonlar bo'lib qolishidan Alloh barchamizni o'zi asrasin qarindoshlar. Makhul degan kishi aytadi ekanki, agar menga hayoti dunyoda ya qozilik qilasan yoki bo'lmasa kallangni ilib tashlayman degan bo'lsa, deydigan bo'lsa, men albatta kallamning ilinishiga rozi bo'lardim, ammo qozilik qilishga rozi bo'lmaydim degan ekan aziz qarindoshlar. Va yana Abu Ayyub as-Saxtiyani aytdi ekanki, men eng ko'p ilmlik insonlarning mana bu qozilik ishidan qochqanligini bayqadim. Mana bu qozilik ishidan hazar aylaganligini bayqadim deb aytgan ekan. Kunlarning birida Abu Sufyan as-Savriga aytdi ekanki, Shurayh qozi bo'pti degan xabarni ko'tarib keldi birisi. Shunda Abu Sufyan Savri aytdi ekanki, qaysi inson u insonni halok qildi deb aytgan ekan. Ya'ni bir insonning qozi bo'lishi u insonning halokati demakdir dedi. Shuning uchun mana bundaq amallar sal qaraydigan amallar emas aziz qarindoshlar. Buni bakmu taqvolik, bakmu iymonlik, bakmu ilmlik, bakmu zaki, bakmu o'tkir inson bu ishni bajarmoqi lozim. Xalifa Malik ibn Munzir Muhammad ibn Vasi'ni Basra shahriga qozi qilish uchun chaqirdi. Shunda Muhammad ibn Vasi qozi bo'lishdan bosh tortdi.
Xalifa uni yana qayta chaqirdi. Qozilik qilsang qilding, bo'lmasa sana darra uraman dedi. Shunda Muhammad ibn Vasiya dedi ekanki, agar sen darra uradigan bo'lsang, sen hokimsan, sen podshosan, sen sultonsan. Ammo dunyoda xor bo'lish, dunyo xorligi men uchun yaxshiroqdir oxirat xorligidan degan ekan aziz qarindoshlar. Dunyo xorligi men uchun yaxshiroqdir oxirat xorligidan. Yana mana bu dunyoda qozi bo'lib, haq hukm chiqarolmasdan bir insonga zulm qilib qo'yadigan bo'lsam, buningki nimasini tartib bo'la olmayman. Buning azobiga bardosh bera olmayman. Bir insonga nohaq hukm chiqarib qo'yadigan bo'lsam deb hamma inson o'zini olib qochganlar. Ammo bugungi kunlikda qaraydigan bo'lsak, ko'plagan inson mana bunda qozilik qilishdan iborat bo'lgan. Mana bu amalga bakmo herisdirlar, bakmo qiziqadi aziz qarindoshlar. Ammo buning oxiratdagi jazosining mana bundaq ig'ir kulfatlarga yetaklaydiganligiga parvomi qilib qo'ymaydi aziz qarindoshlar. Vahba ibn Munabba mundaq degan ekan: agar bir podsho xalqiga zulm qilishni iroda qilsa va yoki zulm qiladigan bo'lsa, Alloh taolo ana shu podshoning yurtiga va ana shu podshoning xalqiga, bozorlariga, dehqonchilik maydonlariga, ziroatlarga hamma narsalardan barakatni ko'tarib tashlaydi ekan. Podshoning niyati orqali. Agar u podsho xalqiga yaxshilik qiladigan bo'lsa, adolat qiladigan bo'lsa, Alloh taolo u podshoning yurtiga va hamma narsalariga barakatni ko'paytirib o'tadi ekan aziz qarindoshlar. Mana bu podsho adil bo'ladigan bo'lsa, uning yurti obod bo'ladi ekan. Podsho zolim bo'ladigan bo'lsa, u podshoning yurti barbod bo'ladi ekan aziz qarindoshlar. Hamsa valisi Umar ibn Abdul Aziz, xalifa Umar ibn Abdul Azizga mundaq deb xat yozibdi: bizning Hamsa shahrimiz vayron bo'lib ketdi. Bu shahar isloh qilishga ehtiyoji bor deb xat yozibdi. Shahrimiz buzilib ketdi, ya'ni ma'naviy jihatdan buzilib ketdi. Buning isloh qilishiga ehtiyoji bor deb xat yozgan ekan. Shunda xalifa Umar ibn Abdul Aziz mundaq deb javob qaytaribdi: hassinha bil adl. Mana bu shaharni adolat bilan barpo qilgin. Va naqqi turuqaha min al jawr. Mana bu shaharning ko'chalarini zulmdan tozalag'in. Vassalamu alaykum deb javob bergan ekan. Mana bu shaharda adolat bo'ladigan bo'lsa, zulm bo'lmaydigan bo'lsa, bu shahar obod bo'ladi va obod bo'ladi dedi. Qandaq bir shaharda adolatsizlik va zulm avj oladigan bo'lsa, u shahar vayron bo'ladi aziz qarindoshlar. Hokimman deb, qoziman deb, qozi bo'lgan inson achchig'i kelganda hukm chiqarmasligi kerak. Chunki achchiq insonning aqlini ketkizadi aziz qarindoshlar. Shuning uchun qozi agar uning ilmi oz bo'ladigan bo'lsa, o'y fikr doirasi tor bo'ladigan bo'lsa, xuy payli yomon bo'ladigan bo'lsa, u insonning taqvoligi bakma oz bo'ladigan bo'lsa, mana bundaq insonning tugashganidir bu. Qozilik qiladigan inson nihoyatda aqlli, bakma o'tkir, bakma ziyrak, bakma hushyor, keng doiralik, axloq odobda yetishgan insonlar bo'lmog'i lozim. Agar bundaq bo'lmagan taqdirda u inson mana bu vazifasidan voz kechishi va bu vazifasini, shu vazifani qila oladigan, shuning ahli bo'lgan, shuningga loyiq bo'lgan insonlarga darhol o'tkazib berishi lozim. Aziz qarindoshlar, hammamiz yaxshi bilamiz, Sulaymon alayhisolamning zamonasida ikki ayol bir-biri bilan bir bolani talishib,
har ikkisi bu mening balam deydi, yana birisi ham bu mening balam deydi. Bu balani kimga berish kerak? Mana bu chaqda Sulaymon alayhisalom bo'lsa, balani o zaman balani o'ttirdan yorib, yerimini sana beramiz, yerimini sana beramiz dedi. Mana bu chaqda anası bo'lmagan ayol men roziman dedi. Ammo balani haqiqiy tuqqan anası bo'lsa, yo'q, balamni mush ayol olsin, mushningga men roziman dedi. Mana bu holdan anlagan Sulaymon alayhisalom bala haqiqatan mana bu ayolning ekanligi, shu ayolning bo'lganligi uchun balasining o'rtadan yorilishini o ayol istamadi. Mana bundan balaning haqiqiy onasining kimligini topib, ana shuningga topshirgan ekan aziz qarindoshlar. Mana bundaq hukmda bir inson to'g'ri hukm qila olmaydigan bo'lsa, haq hukm chiqara olmaydigan bo'lsa, bu narsa boshqa bir insonga zulm qilib qo'ygan bo'ladi. Boshqa bir insonlar mana bundaq mansabga erishganligi tufayli ba'zi bir insonlar bu podshohning buyrug'i deydi, nohaq hukm chiqarib qo'ydi, yoki bo'lmasa bu mening tonishim edi deydi, nohaq hukm chiqaradi bilib turib, yoki bo'lmasa o'zining kasbiga para olganligi uchun nohaq hukm chiqaradi. Buning evaziga boshqa bir inson nohaq zulm tortadi. Shuning uchun ham mana bundaq ishni qilish, mana bundaq qozilikni qilish bakmu ig'ir, bakmu cho'ng, bakmu mas'uliyatli kasbdir bu. Bakmu mas'uliyatli bir vazifadir aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bundaq masalalarda inson nihoyatda diqqatli bo'lishi, nihoyatda ehtiyotkorlik bilan hukm chiqarmog'i lozimdir. Alloh hammamizni hidoyatga boshlasin. Hech qachon boshqalarga zulm qilmasligimizni Alloh hammamizga ko'rsatsin. Alloh hammamizga hidoyatni ko'rsatsin. Mana bu haq dinda sabit qadam mangmoqligimiz uchun Alloh hammamizga insof, hidoyat, tavfiq bersin. Keyingi darsimizda uchrashguncha xayr. Aman bo'linglar. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Afu qilsin. Keyingi darsda uchrashguncha xayr. Aman bo'linglar. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.